O'zbekiston Milliy kutubxonasi rasmiy veb portalidan onlayn ro'yxatdan o'tish tartibi qanday? Bu haqida ushbu video qo'llanma orqali batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Milliy kutubxonaning rasmiy veb portaliga kirish uchun veb brauzerning qidiruv qismiga natlib.uz deb yozib, Enter tugmasi bosiladi. Veb portaldan onlayn ro'yxatdan o'tish uchun asosiy sahifaning yuqori o'ng qismidan ro'yxatdan o'tish bo'limi tanlab kiriladi. Ro'yxatdan o'tish uchun ko'rsatib o'tilgan barcha majburiy maydonlar bexato to'ldirilishi lozim. Bunda ism, familiya, otangizning ismi yoziladi. Foydalanuvchi logini maydoniga foydalanuvchi o'zi istagan loginni yozishi kerak bo'ladi. Login tanlaganidan so'ng yon tomonda loginni tekshirish tugmasi bosiladi. Agar bu login mos kelmasa, foydalanuvchi logini maydoni ostida allaqachon mavjud bo'lgan ID degan xabar mos kelsa, foydalanish imkoni bo'lgan ID degan xabar matni aks etadi. Login yozilgandan so'ng parol, ya'ni maxfiy so'z yoziladi va parolni qayta yozib tasdiqlash talab etiladi. Foydalanuvchining tug'ilgan sanasi, jinsi, pasport raqami, yashash manzili, telefon raqami va elektron pochta manzili albatta yozib to'ldirilishi kerak. Ma'lumotlar to'g'ri to'ldirilganidan keyin ro'yxatdan o'tayotgan foydalanuvchi tizimda robot emasligini belgilab o'tishi lozim. Barcha kerakli maydonlar to'ldirilib, tasdiqlash amalga oshirilsa, ekranda muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tildi xabari ko'rsatiladi. Kutubxonaning veb portalidan onlayn ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchi kutubxonaning resurslaridan masofadan turib foydalanishi mumkin bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish muvaffaqiyatli yakunlanganidan so'ng portal asosiy sahifasining yuqori o'ng qismidan kirish tugmasi tanlanadi. Foydalanuvchi login va parolini to'ldirib, kirish tugmasini bosib tasdiqlaydi. Foydalanuvchi mening kutubxonam bo'limidan shaxsiy ma'lumotlari hamda portalga kirish parolini o'zgartirishi imkoniyati mavjud.